Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanada parlamentida Kanada fuqarosi Hüseyin Celalning O'zbekistonda tutqun qilinib Xitoyga qaytarilganligining 20 yilligi munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, hukumatni harakatga o'tishga chaqirgan. Kanada parlamentida 26 mart kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazilib, 2006-yili O'zbekistondan Xitoyga qaytarilgan Kanada fuqarosi Uyg'ur faoliyatchi Hüseyin Celalning qamoqqa ilinishining 20 yilligi munosabati bilan hukumatga amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Ve her xil partiyalardan bo'lgan parlament a'zolari, kishilik huquq tashabbuschilari va advokatlar Hüseyin Celalning delosining amdi insonparvarlikning oldingi o'rinda turadigan masalasi deb qaralish kerakligini ta'kidlagan. Hüseyin Celal 2006-yili O'zbekistonda tutqun qilinib, qisqa vaqt ichida maxfiy va qonunsiz holda Xitoyga o'tkazib berilgan bo'lib, Xitoy doiralari uni atalmish davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Hazır onun türmede etiyotqaniga 20 yildan oshgan bugungi kunda Kanada parlamentida o'rinlashtirgan bu yig'inda Liberal partiyadan parlament a'zosi Samir Zubayri, Quebecois partiyasidan parlament a'zosi Alexis Bronel Dusep, Markaziy Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xti ve kishilik huquq faoliyatchisi Alex Nevelar so'z qilib, Hüseyin Celalning 20 yildan buyon Xitoyda qamoqda tutib turilayotganligini, Hüseyin Celalning qayerda ekanligi, salomatlik ahvoli va uning hayot yoki emasligi to'g'risida hech qanday uchur bo'lmaganligidan andishasini bildirishib, Kanada hukumatining ayni vaqtdagi diplomatik tirishchiliklarning yetarli bo'lmaganligini, Kanadaning boshqa fuqarolarining qo'yib berilishi uchun qilgan kuchli diplomatik tirishchiliklarning Hüseyin Celal uchunmi o'xshash zarurligini va Kanada hukumatidan bu masalani Xitoy bilan bo'lgan barliq diplomatik aloqalarda oldingi o'ringa qo'yishini talab qilishgan. Bu yig'inda so'z qilgan Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi ijroiya direktori Mehmet To'xti, Kanada bosh ministri Makkarnini darhol Hüseyin Celalning oila a'zolari bilan ko'rishishga, Xitoydan Hüseyin Celalga advokat ko'rish huquqi talab qilishga va nohaq turmada yetayotgan Hüseyin Celalning darhol qo'yib berilishi uchun amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Today marks 20 years since the disappearance and the continued imprisonment of Canadian citizen Hüseyin Celal by the People's Republic of China. 20 years without a single phone call. 20 years without a voice. 20 years without single consular access. 20 years without a Canadian father speaking to his Canadian-born children. Ottawa Universiteti Xalqaro kishilik huquq qonuni mutaxassisi, Xalqaro kechirim tashkiloti Kanada sho'bisining sobiq boshlig'i Alex Neva, Hüseyin Celalning qamoqda yotganiga 20 yil bo'lganligini eslash kishini intayin shurkindiradigan qo'rqinchli bir ish. Biz uning qo'yib berilish masalasida yetarli tirishchilik ko'rsatilmadik. Xitoy uning Kanada fuqarosi ekanligini e'tirof qilmadi. Kanada hukumati Xitoy bilan bo'lgan har qanday aloqada Hüseyin Celalni qo'yib berish masalasini oldingi o'ringa qo'yish kerak. Xitoy bilan aloqador har bir yig'in, har bir suhbat bir tema bilan boshlanib, bir tema bilan oyoqlashishi kerak. U bo'lsa-mu Hüseyin Celalni qo'yib ber degan o'ttir qo'yib, Hüseyin Celalning Xitoyga o'tkazib berilish masalasida Kanada hukumatining yetarli tirishchilik ko'rsatmaganligini ayblagan. It's been 20 years since Hüseyin Celal's nightmare began with his arrest in Uzbekistan. A week later, on April the 4th, 2006, when I was Secretary General of Amnesty International Canada, we wrote to the Minister of Foreign Affairs at the time, Peter MacKay, about Hüseyin's case. We noted the very real concern that he was at risk of being sent to China. Kanada parlament a'zosi 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkash qonun loyihasini o'ttirib qo'yg'ichi, kishilik huquqni qo'g'dug'ichi va Uyg'urlarning do'sti Samir Zubayri, Hüseyin Celalning hikoyasi bir tragediya. O Kanada fuqarosi. Uning Kanadada oilasi bor. U hozir 19 yoshga kirgan o'g'li bilan tig' yuz ko'rishib baxmadi. Chunki u 20 yildan beri turmada. Biz bugun uning insoniy nuqtadan turmadan qo'yib berilishini talab qilamiz. 20 yil yetarli vaqt. U endi oilasi bilan jam bo'lishi kerak. Kanada barliq kuchini ishga solib, ularning jam bo'lishini ishga oshirish kerak deganni o'ttirib qo'ygan. Nous sommes ici pour parler sur le cas de Hüseyin Celal, un citoyen canadien d'origine ouïghour, qui est détenu au Chine depuis 20 ans. This story
about Hussein Jalil is a tragedy. Hussein Jalil is a Canadian citizen. He has family in Canada, a loving wife, and 4 loving children, one of whom he has never met, a 19-year-old son. Why? Because he's been detained for 20 years within China. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning muavin reisi Zumratay Erkin ve Qurultayning sobiq reisi, Uyghur Kishilik huquq demokratiya markazining reisi Dolqin Aysolar Fransiyadagi faoliyatini tugatib, Gollandiyada elib boradigan 2 kunlik faoliyatini boshlagan edi. 26 mart günü Turg'unjon Alovuddin, Zumratay Erkin ve Dolqin Aysolardan tashkillangan qurultay hay'ati Gollandiya Adliya Ministerligi, Gollandiya Ko'chmanlar idorasi ve Gollandiya parlamentida uchrashishlarni ilib berib, Sharq Turkistonda hilmi ham davom qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqigan bostirishi ve Gollandiyadagi Uyg'ur muhojirati uchrayotgan amaliy qiyinchiliklar haqida suhbat ilib borgan. Faoliyat jarayonida qurultay hay'ati Gollandiya Yeşil Solchilar partiyasining parlament a'zosi ve Yevropa parlamentining a'zosi Kati Piri ve boshqa parlament a'zolari bilan ayrim uchrashib, Gollandiyaning Yevropa davlatlari ichida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunji bo'lib qabul qilgan davlat bo'lish sifati bilan Uyg'ur masalasini xalqaro sahnalarda ve Yevropa parlamentida davomli o'tirib qo'yib kun tartibga akilishi kerakligi, Xitoyning Sharq Turkistonda bu qirg'inchilikni hozirma ham davom qilayotganligini ta'kidlab o'tishgan. Ve shundaqla Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati duch kelayotgan Xitoyning nazorati va chegara halqigan bostirish haqida atrofli suhbat ilib borgan. Qurultay hay'ati yana bu faoliyat jarayonida Ko'chmanlar idorasining taklifi bilan maxsus suhbat yig'ini o'rinlashtirib, Gollandiyadagi Uyg'ur muhojirati duch kelayotgan ba'zi amaliy qiyinchiliklarni hal qilishning choralari ustida birlikka kelishgan. Bu qiyinchiliklardan biri Xitoyning chegara halqigan bostirishi, bir qism kishilarning siyosiy panohlik tilab turishliq davlatlarning puhraligi o'tgandan keyin Xitoyning ta'tir tashviqotiga aldinib yoki qasdan Uyg'urlarning davosiga ziyon yetkazish, Xitoyning ta'tir tashviqotiga moslashish uchun vatanga berib kelish masalasi va Uyg'urlarning ism familiyasining Uyg'urcha to'g'ri yozilishini qonunlashtirish masalasi bo'lib, tajovuzchi Xitoyning assimilyatsiya siyosati va qora niyati sababidan Uyg'ur kishi ismliklari Xitoyning kimlik, pasport ve başka resmi materiallarda Xitoycha ahang talaffuz bilan yezilib kelmoqda. Bu masala Uyg'urlarga muhojiratda nihoyat zo'r qiyinchiliklarni elib keldigan bo'lib, muhojiratga Uyg'urlarga ro'yi besim ve Xitoyning tajovuzchilik, mustamlikchilik tamg'isi bo'lib kelmoqda edi. Qurultay hay'ati bu qatim uchrashishda Ko'chmanlar idorasida izchil munozara temasi bo'lib kelayotgan bu masala haqida tafsiliy fikr almashtirib, bu masalani hal qilishning chorasi haqida birlikka kelishgan. Dünya Uyghur Qurultayıning taftishi ve Gollandiyalik jasur lager shoidi Qalbnur Sidiq Italiyaning Pordenone shahrida o'tkazilgan Pordenone xalqaro film marosimida jasorat obrazi mukofotiga erishgan. Qalbnur Sidiqning Xitoyning jazo lageridagi kechmishini asos qilib, rejissor Daya Kahin xonim tarafidan ishlangan Mashinning ko'zi nomli film Italiyaning Pordenone shahrida o'tkazilgan xalqaro film marosimiga tanlanib, 25 martdan boshlab 29 martgacha qo'yilishga boshlagan. Mazkur film marosimida bu film xalqaroliq baholovchilar tarafidan eng yaxshi hujjatli film sifatida tanlanib, filmdagi asosli obraz Qalbnur Sidiq xonim Pordenone film marosimi tarafidan jasorat obrazi mukofotiga erishgan. Bu haqda stansimizning ziyoratini qabul qilgan mazkur filmni ishlaguvchi Daya Kahin xonim, jasorat obrazi mukofoti har yili Pordenoneda o'tkaziladigan xalqaroliq hujjatli film marosimi. Qalbnur bilan birlikda Italiyada bu mukofotga erishganligini ko'rish to'liq sharafli bir ish. Men bu orqali kishilarning diqqatini Uyg'ur masalasiga tortishga yordam beradiganligiga ishonaman. Biz yana yaqinda Yevropa parlamenti bilan birlikda bu haqda bir faoliyat uyushtirmoqchi deganlarni bildirdi. Naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Qalbnur Sidiq xonimmi o'zining ta'sirotini bildirib, mundaq dedi. Assalomu alaykum. Muhojiratdagi barliq aziz qarindoshlarim. Mana bugun 26 mart İtalya'nın Pordenone degan güzel şehrida mana bu jasorat obrazi mukofotiga erishdim. Bütün muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimga, jumladan vatanimiz Uyg'uriston, Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oliyati ostida yashayotgan, qirilayotgan zulm ostidagi shu Uyg'ur xalqiga manfaatli bo'lsin, muborak bo'lsin.
Bu albatta mening natijam emas. Meni qo'llagan, menga madad bergan va qalbida haqiqiy vatan millat sevgisi bor. Shu qarindoshlarimning ham bu film ro'yobga chiqishiga yordam bo'lgan Daya Kaxin qarindishimning o'rtaq natijasi. Jasorat bu har qanday qiyinchilikdan, tahdid, bisimlardan qo'rqmaslik, to'g'ri yo'ldan qaytmaslikni bildirdi. Shuning uchun men bu yo'lda cho'qim oxirigacha menib, qachon vatanim xalqim ozod, hur, mustaqil bo'lguncha vatan xalq uchun xizmat qilishga zo'r tirishchilik ko'rsataman. Tamomlar. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.